Salom aziz tomoshabinlar. Bugun biz hammamizni tashvishga solishi mumkin bo'lgan, hatto ba'zilarni shok holatiga tushirishi mumkin bo'lgan juda muhim mavzu haqida so'z yuritamiz. Gap shundaki, bas yetadiki ne tatanda komtonki ba'zi pensionerlar o'zlariga o'tgan yili to'langan qo'shimcha to'lovlarni qaytarish talabi bilan duch kelishlari mumkin. Bu yangilik sizni xavotirga solgan bo'lishi mumkin, ammo vahimaga tushmang. Men sizga vaziyatni to'liq va har tomonlama tushuntirib beraman. Barcha savollaringizga javob berishga harakat qilaman. Bu ma'lumot har bir pensioner uchun, ularning oila a'zolari uchun va umuman davlat to'lovlari tizimi bilan bog'liq bo'lgan har bir inson uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega. Shuning uchun videoni oxirigacha diqqat bilan ko'ring, chunki har bir tafsilot muhimdir. Boshlashdan avval kanalimga obuna bo'lishni va shu videoga like bosishni unutmang. Bu boshqa odamlarga ham ushbu muhim ma'lumotni topishga yordam beradi. Muammoning mohiyati. Muammoning mohiyati nimada? Pensionerlarga doimiy pensiyadan tashqari turli sabablarga ko'ra qo'shimcha to'lovlar, ya'ni doplatlar to'lanishi mumkin. Bular ijtimoiy yordam puli, ma'lum bir maqomga ega bo'lgan shaxslar uchun qo'shimcha to'lovlar, nogironlik bo'yicha imtiyozlar yoki vaqtinchalik yordam puli kabi turlarga bo'linadi. Ilgari bunday qo'shimcha to'lovlarni nazorat qilish mexanizmi mavjud edi, ammo endilikda bu nazorat yanada kuchaytirilgan bo'lishi mumkin. Ya'ni o'tgan yili ba'zi sabablarga ko'ra noto'g'ri hisoblangan yoki asossiz ravishda to'langan mablag'larni aniqlash va ularni qaytarish jarayoni faollashgan. Bu shuni anglatadiki, agar sizga o'tgan yili belgilanganidan ortiqcha pul to'langan bo'lsa, ushbu ortiqcha mablag'ni qaytarish talabi bilan duch kelishingiz mumkin. Bu yangi qonun emas, balki mavjud qonunchilik doirasida amalga oshiriladigan ortiqcha to'lovlarni aniqlash va undirish mexanizmining yanada samaraliroq ishga tushirilishi yoki ma'lum bir turdagi yordam pullari bo'yicha tekshiruvlarning kuchayishi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Ya'ni ilgari ham agar ortiqcha to'lov aniqlansa, u undirilar edi, ammo hozirda bu jarayon yanada faollashgani sababli ko'plab pensionerlar ushbu holatga duch kelishmoqda. Asosiy qism 1. Batafsil tahlil. Ortiqcha to'lov nima va kimlar xavotirga tushishi kerak? Ortiqcha to'lov bu pensionerga qonuniy asoslarsiz yoki hisoblashdagi xatoliklar tufayli belgilanganidan ko'proq miqdorda to'langan har qanday mablag'. Bunday vaziyatlar bir necha sabablarga ko'ra yuzaga kelishi mumkin. Birinchi sabab, pensiya jamg'armasi hisobimlarining satosi. Ba'zida inson omili tufayli satolar ro'y berishi mumkin. Masalan, ma'lumotlarni kiritishda satolik, hisoblashda noto'g'ri koeffitsient qo'llash yoki shaxsiy ma'lumotlarning noto'g'ri aks ettirilishi ortiqcha to'lovga olib kelishi mumkin. Bunday hollarda pensioner odatda o'zi ortiqcha pul olayotganini bilmaydi, chunki u jamg'arma tomonidan berilgan hisob kitoblarga ishonadi. Ammo jamg'arma o'zi statosini aniqlaganida ortiqcha to'langan summani qaytarishni talab qilishga haqli. Ikkinchi sabab, pensioner tomonidan ma'lumotlarning o'zgarishi haqida xabar berilmaganligi. Ba'zi qo'shimcha to'lovlar pensionerning ma'lum bir sharoitlarga javob berishiga bog'liq bo'ladi. Masalan, ijtimoiy qo'shimcha to'lovlar pensionerning yakka yashashi, ma'lum darajadan past daromadga ega bo'lishi yoki boshqa biror bir imtiyozga egaligini talab qilishi mumkin. Agar pensionerning hayotida ushbu sharoitlarga ta'sir qiluvchi o'zgarishlar yuz bersa, masalan, ishga kirishi, daromadi oshishi, boshqa shaxs bilan birga yashashni boshlashi, oila tarkibi o'zgarishi, bu haqda pensiya jamg'armasiga o'z vaqtida xabar berishi shart. Agar u xabar bermagan bo'lsa va shu sababli ortiqcha pul olgan bo'lsa, bu mablag'ni qaytarish talab qilinishi mumkin. Uchinchi sabab, vaqtinchalik qo'shimcha to'lovlarning tugashi yoki shartlariga rioya etilmaganligi. Ba'zan davlat tomonidan ma'lum bir muddatga mo'ljallangan yoki aniq shartlar asosida beriladigan vaqtinchalik yordam pullari ajratilishi mumkin. Masalan, pandemiya davrida ma'lum guruhlarga berilgan bir martalik yoki qisqa muddatli moliyaviy yordam. Agar ushbu yordam pullarining muddati tugagan bo'lsa-yu, pensioner uni olishda davom etgan bo'lsa yoki dastlabki shartlarga javob bermagan holda uni olgan bo'lsa, ushbu mablag'lar ham ortiqcha to'lov sifatida baholanishi mumkin. Kimlar xavotirga tushishi kerak? Asosan, o'tgan yili belgilanganidan ortiqcha mablag' olgan deb hisoblanadiganlar xavotirga tushishi kerak. Bu degani, agar sizga o'z vaqtida va qonuniy asosda hisoblangan pensiya va qo'shimcha to'lovlar to'g'ri to'langan bo'lsa, xavotirlanishga sabab yo'q. Ammo agar quyidagi vaziyatlarga tushgan bo'lsangiz, diqqatli bo'ling. Agar siz o'zgarishlar haqida xabar bermagan holda qo'shimcha daromad ola boshlagan bo'lsangiz, agar sizga belgilanganidan ko'ra sezilarli darajada ko'proq pul to'langandek tuyulgan bo'lsa-yu, bunga e'tibor bermagan bo'lsangiz, agar siz qisqa muddatli vaqtinchalik yordam pullarini olishda davom etgan bo'lsangiz, ammo ularning muddati tugagan bo'lsa, kimlar xavotirga tushmasligi kerak?
Agar siz doimiy pensiya va unga belgilangan barcha qo'shimcha to'lovlarni qonuniy asoslarda o'z vaqtida va to'g'ri olgan bo'lsangiz, shuningdek pensiya jamg'armasiga barcha o'zgarishlar haqida o'z vaqtida xabar bergan bo'lsangiz, ortiqcha tashvishlanishingizga hojat yo'q. Sizga to'langan mablag'lar qonuniy va hech kim ularni qaytarishni talab qila olmaydi. Bir nechta hayotiy misollar bilan vaziyatni yanada aniqlashtiramiz. Misol 1, ma'muriy sotov. Qahramon bobo o'tgan yili nogironlik pensiyasiga ega edi. Pensiya jamg'armasidagi iqtisodiy ma'lumotlarni kiritishda sotuvlikka yo'l qo'yib, Qahramon boboning pensiyasiga 200 ming so'm miqdorida yakka yashovchi pensioner uchun qo'shimcha to'lovni noto'g'ri qo'shib yuborgan. Aslida Qahramon bobo oilasi bilan yashardi va bu qo'shimcha to'lovga haqli emas edi. Bu sotov 6 oy davomida takrorlangan. Natijada Qahramon bobo 200 ming so'm, 200 ming so'm x6 oy ortiqcha olgan. Qahramon bobo bu sotuvdan beksabar edi, chunki u pensiya jamg'armasi hisob kitoblariga ishonardi. Biroq ichki tekshiruvlar natijasida bu sotov aniqlandi va Qahramon boboga ortiqcha to'langan mablag'ni qaytarish talabi bilan sud keldi. Bu yerda Qahramon bobo o'z aybisiz ortiqcha pul olgan, ammo qonuniy jihatdan bu mablag'ni qaytarishga majbur. Misol 2, ma'lumotlardagi o'zgarish haqida xabar bermaslik. Mehribon Sola bir necha yildan buyon kam ta'minlangan oila a'zosi sifatida ijtimoiy qo'shimcha to'lov olar edi. Bu qo'shimcha to'lov ma'lum bir daromad chegarasidan oshmaslik shartiga bog'liq edi. O'tgan yili Mehribon Solaning nabirasi chet eldan qaytib kelib, yaxshi maoshli ishga kirdi va Mehribon Sola bilan birga yashay boshladi. Natijada xonadonning umumiy daromadi belgilangan chegaradan oshib ketdi. Mehribon Sola bu haqda pensiya jamg'armasiga xabar bermadi, chunki bu o'zgarishning pensiyasiga ta'sir qilishini o'ylamadi. Bir yildan so'ng uyma-uy yurib tekshirishlar natijasida Mehribon Solaning daromad holati o'zgargani aniqlandi va unga erta to'langan ijtimoiy qo'shimcha to'lovni qaytarish talabi keldi. Bu holatda Mehribon Sola ma'lumotni yashirmagan, ammo uni o'z vaqtida taqdim etmagani uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oladi. Misol 3, vaqtinchalik yordam puli shartlarining bajarilmasligi. Alisher Amaki o'tgan yili COVID-19 pandemiyasi davrida keksalar uchun ajratilgan bir martalik moddiy yordamni olgan edi. Ushbu yordam puli faqat yakka yashaydigan yoki qaramog'ida hech kim bo'lmagan pensionerlarga mo'ljallangan edi. Alisher Amaki esa o'g'li va kelini bilan birga yashardi. U arizani to'ldirishda bu ma'lumotni to'g'ri ko'rsatmagan yoki bu shartga e'tibor bermagan. Hozirda komon tosabaki tinsantem. Hozirda ushbu turdagi yordam pullarini to'g'ri taqsimlanganligini tekshirish jarayoni boshlangan va Alisher Amakining holati aniqlandi. Uning hujjatlari qayta ko'rib chiqilganda, u aslida ushbu yordamga haqli emasligi aniqlandi. Natijada Alisher Amakiga o'sha bir martalik yordam pulini qaytarish talabi bilan xabarnoma yuborildi. Asosiy qism 2, qoidalar istisnolari, tuzoqlar va noaniq nuanslar. Har qanday qoidaning o'ziga xos istisnolari va noaniq jihatlari bo'ladi. Pensiya to'lovlarini qaytarish masalasi ham bundan mustasno emas. Muddat cheklovi, da'vo muddati. Qonunchilikda ortiqcha to'langan mablag'larni undirish uchun ma'lum muddat cheklovlari belgilangan. Ko'pincha ma'muriy sotuvlar natijasida yuzaga kelgan ortiqcha to'lovlarni qaytarish talabi 3 yilgacha bo'lgan muddat bilan cheklanadi. Agar pensiya jamg'armasi 3 yildan keyin sotuvni aniqlasa, ko'p hollarda u bu mablag'ni pensionerdan undira olmaydi. Biroq bu muddat pensionerning qasddan yolg'on ma'lumot berishi yoki ma'lumotlarni yashirishi natijasida yuzaga kelgan firibgarlik holatlarida qo'llanmasligi mumkin. Bunday hollarda muddat uzaytirilishi yoki umuman qo'llanmasligi mumkin. Shuning uchun qancha muddatga oid talab bo'layotganini aniqlash muhimdir. Yaxshi niyat va yomon niyat. Bu juda muhim nuans. Agar pensioner ortiqcha pul olayotganini bilmagan bo'lsa va bu holat pensiya jamg'armasi statusi tufayli yuzaga kelgan bo'lsa, yaxshi niyat. Pensiya jamg'armasi odatda bu mablag'ni kelajakdagi pensiya to'lovlaridan kichik qismlarda ushlab qolish yo'li bilan undiradi. Bunday hollarda birdaniga katta summani qaytarish talab qilinmasligi mumkin. Ammo agar pensioner bilgan holda noto'g'ri ma'lumot taqdim etgan bo'lsa yoki o'zgarishlar haqida ataylab xabar bermagan bo'lsa, yomon niyat bu firibgarlik deb baholanib, jiddiyroq oqibatlarga olib kelishi mumkin. Bunday vaziyatlarda nafaqat butun summani birdaniga qaytarish talab qilinishi, balki ma'muriy yoki jinoiy javobgarlikka tortilish masalasi ham ko'rib chiqilishi mumkin. To'lov qobiliyati. Agar pensionerga katta miqdorda ortiqcha to'lov qaytarish talabi qo'yilgan bo'lsa-yu, uning to'lov qobiliyati cheklangan bo'lsa, nima qilish kerak? Masalan, kritish kenloytektakayam. Odatda pensiya jamg'armasi bunday vaziyatlarda pensioner bilan kelishuvga erishadi. Mablag'ni birdaniga qaytarish o'rniga kelajakdagi pensiya to'lovlaridan ma'lum bir foizni, masalan pensiyaning 2% ko'p bo'lmagan miqdorni har oy ushlab qolish orqali undirish usuli qo'llaniladi. Bu pensionerga qiyinchilik tug'dirmasdan qarzni qoplash imkonini beradi. Biroq bu kelishuvga erishish uchun pensiya jamg'armasi bilan bevosita muzokaralar olib borish va o'zining moliyaviy ahvolini isbotlovchi hujjatlarni taqdim etish talab qilinishi mumkin. Apellyatsiya jarayoni.
Pensiya jamg'armasining qaroriga rozi bo'lmasangiz, sizning huquqlaringiz bor. Siz bu qarorni apellyatsiya orqali, ya'ni yuqori turuvchi organlarga yoki sudga shikoyat qilish orqali e'tiroz bildirishingiz mumkin. Agar siz ortiqcha to'lov deb hisoblangan mablag' aslida sizga qonuniy ravishda tegishli deb hisoblasangiz, sizning holatingizni himoya qilish uchun barcha dalillarni to'plab, tegishli tartibda shikoyat qilishingiz mumkin. Bu jarayon vaqt talab qilishi mumkin, ammo o'z huquqlaringizni himoya qilish uchun muhim qadamdir. Qaytarilmaydigan to'lovlar. Ba'zi holatlarda agar ortiqcha to'lov to'liq pensiya jamg'armasi satosi tufayli yuzaga kelgan bo'lsa va pensioner bu satoni hech qanday tarzda bilishi yoki oldini olishi mumkin bo'lmasa, qonunchilikka asosan bu mablag'ni undirmaslikka qaror qilinishi mumkin. Bu juda kam uchraydigan holat bo'lib, har bir vaziyat individual ravishda ko'rib chiqiladi. Ammo bu sizning huquqingizni bilishingiz va kerak bo'lsa, buni himoya qilishingiz uchun muhimdir. Amaliy maslahatlar. So'shi. Agar siz ushbu vaziyatga duch kelsangiz, nima qilishingiz kerak? Qanday qadamlar qo'yishingiz lozim? Birinchi qadam, vahimaga tushmang. Eng avvalo tinchlening. Har qanday moliyaviy masalada, ayniqsa pensiya bilan bog'liq bo'lgan masalada vahima sizga yordam bermaydi. Vaziyatni xotirjamlik bilan tahlil qiling. Ikkinchi qadam, barcha xabarnomalarni diqqat bilan o'rganing. Pensiya jamg'armasidan kelgan isat yoki xabarnomadagi har bir jumlani diqqat bilan o'qib chiqing. Unda qancha summa qaytarilishi kerakligi, qaysi davr uchun va eng muhimi, nima sababdan ortiqcha to'lov yuzaga kelganligi aniq ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Agar sabab aniq ko'rsatilmagan bo'lsa, keyingi qadamlarga o'ting. Uchinchi qadam, batafsil hisob-kitoblar va tushuntirishlarni talab qiling. Darhol pensiya jamg'armasiga boring yoki telefon orqali bog'laning. Siz ortiqcha to'lovning qanday hisoblanganligi, qaysi qonun yoki qoidaga asosan talab qo'yilayotganligi haqida batafsil tushuntirish va yozma hisob-kitoblarni talab qilishga haqlisiz. Barcha savollaringizga to'liq javob olmasdan turib, hech qanday hujjatga imzo chekmang yoki qarorni qabul qilmang. To'rtinchi qadam, barcha tegishli hujjatlarni to'plang. Agar sizga xabarnoma kelgan bo'lsa, o'z holatingizni tekshirish uchun barcha tegishli hujjatlarni to'plang. Bularga quyidagilar kirishi mumkin. O'tgan yildagi pensiya hisob varaqchalari yoki bank ko'chirmalari. Agar mavjud bo'lsa, oldingi pensiya jamg'armasi xabarnomalari. Daromad manbalaringiz haqidagi hujjatlar, agar ishlagan bo'lsangiz. Oila tarkibi haqidagi ma'lumotlar, agar ijtimoiy to'lovlar oila holatiga bog'liq bo'lsa, agar nogironlik pensiyasi olgan bo'lsangiz, tibbiy ko'rik hujjatlari. Bu hujjatlar sizning vaziyatingizni tushunishga va kerak bo'lsa, o'z nuqtai nazaringizni himoya qilishga yordam beradi. 5-qadam, huquqiy maslahat oling. Pensiya va ijtimoiy ta'minot masalalariga ixtisoslashgan yurist bilan maslahatlashish juda muhim. U sizning holatingizni qonuniy nuqtai nazardan tahlil qilib, sizning huquqlaringizni tushuntirib beradi va qanday choralar ko'rish kerakligini aytadi. Ba'zi hollarda bepul huquqiy yordam ko'rsatuvchi tashkilotlar ham mavjud bo'lishi mumkin. 6-qadam, qarorni baholang va qaror qabul qiling. Agar ortiqcha to'lov haqiqatan ham sizning aybingiz bilan yoki siz sabr bermagan o'zgarishlar tufayli yuzaga kelgan bo'lsa, bu haqiqatni tan olish va pensiya jamg'armasi bilan hamkorlik qilish eng yaxshi yo'l bo'lishi mumkin. To'lov shartlari bo'yicha kelishuvga erishishga harakat qiling. Masalan, pensiyadan har oy ma'lum bir foizni ushlab qolish. Agar sizga qo'yilgan talabni asossiz deb hisoblasangiz, uni norozilik bilan qabul qiling. Pensiya jamg'armasiga rasmiy yozma e'tiroz bildiring, barcha dalillaringizni taqdim eting. Agar e'tirozingiz qanoatlantirilmasa, yuqori turuvchi organga yoki sudga shikoyat qilish huquqingiz borligini unutmang. 7-qadam, kelajakda ehtiyotkor bo'ling. Bunday vaziyatlarning oldini olish uchun har doim pensiya hisob-kitoblaringizni diqqat bilan tekshiring. Pensionerning maqomiga yoki daromadiga ta'sir qiladigan har qanday o'zgarish haqida pensiya jamg'armasiga darhol xabar bering. Bu sizni kelajakdagi muammolardan himoya qiladi. Shu loza, aziz do'stlar, bugun biz juda dolzarb va ba'zilar uchun og'riqli bo'lgan masalani, pensionerlarga o'tgan yili to'langan qo'shimcha to'lovlarni qaytarish talabi qanday yuzaga kelishi mumkinligini batafsil muhokama qildik. Esingizda bo'lsin, bu barcha pensionerlarga taalluqli universal yangi qoida emas, balki ma'lum bir ortiqcha to'lovlar aniqlangan individual vaziyatlarni bartaraf etish mexanizmining ishlashidir. Asosiysi, xotirjamlikni saqlash, har bir tafsilotni o'rganish, huquqiy maslahat olish va o'z huquqlaringizni himoya qilishga tayyor bo'lish. Umid qilamanki, ushbu video siz uchun foydali bo'ldi va mavjud vaziyatni tushunishga yordam berdi. Agar sizda ushbu mavzu bo'yicha savollar bo'lsa yoki o'z tajribangiz bilan o'rtoqlashmoqchi bo'lsangiz, izohlarda yozib qoldiring. Bu boshqa odamlarga ham foydali bo'lishi mumkin. Videoga like bosishni va kanalimga obuna bo'lishni unutmang, chunki oldinda sizni yana ko'plab foydali ma'lumotlar kutmoqda. Sog'a bo'ling va o'zingizni ehtiyot qiling.